Qudalarni kutib olishga va nozik mehmonlar uchun shunaqa mazali taom tayyorladim. Bugun sizlar bilan retseptini bo'lishaman. Kotletni aynan shu usulda tayyorlab ko'ring, xuddi shashlikning mazasini berar ekan. Non, piyoz va go'shtni videoda ko'rsatilgandek qilib katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra, tabga ko'ra tuz va qolgan ziravorlarni ham solamizda, bitta tuxum chaqib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massani 2 marotaba misorovkadan chiqarib olamiz. Xuddi shu usulda tayyorlab ko'ring, juda ham kotletingiz mayingina chiqadi. Tayyor bo'lgan qiymani urib aralashtiramizda uzunchoq qilib shakl berib chiqamiz va unga yaxshilab belab olamiz. Qizib turgan yog'da har bir tarafini tillarang bo'lguncha kotletlarni qovurib olamiz. Yarim tayyor bo'lgan kotletlarni alohida idishga olib qo'yamiz. Endi eng mazza beradigan sousini tayyorlab olamiz. Iliq suvga 1 osh qoshiq tomat pastasi, 1 osh qoshiq smetana yoki qaymoq, soya, 2 osh qoshiq tuz, tabga ko'ra yaxshilab aralashtirib olamiz. Tavaga yarim cho'mich yog' solib, ustidan qovurilgan kotletlar va sousini solamizda dimlab qo'yamiz. Mazali kotletni xohlagan garnir bilan tortsangiz bo'ladi. Nozikkina mehmonlar uchun taom